Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıpta duruvatıdı. Özleri bir tarafki ketken bolsalar, yaxşı bolam deken deymen. Qachon nur chechib, atar oltin tap. Otmam dikinde bonmig'in hamta. Subihi yordi bu tap. Bari bir o'tar. Turpan kechisi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, Nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur. Pichonni ammoqchi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizilgul açıl. Bu yerda 20 odam qolsin, qolganlar ketaversin. Dedi u durbunni ko'zidan tushirib. Ve şu Allah özü atdan düştü. Xo'ja Niyaz hoji bilan birga yuradigan 80 necha otliq muhofizatchidan 20 odam davon ustida qoldi. Qolganlar to'xtamasdan ketaverdi. Oziq-to'lik va qurol yaroqlarni elib mong'uchi qismlar va boshqa qo'shinlar oldida ketgan edi. Xo'ja Niyaz hoji tayammum qilib peshin o'qidi. U kishi har qanday vaqtda namozni tark qilmaydi. Angacha qolgan odamlar otlarini joylashtirgandan keyin o'zlari muvofiq joylarga o'rinlashib, dushmanning davonga chiqishini kutishdi. Bu odamlar 4-500 metr yiroqlikda ko'ziga ilingan har qanday narsani etib tashlay oladigan xilmarganlar edi. Ularni o'q zoyi qilmanglar deb ogohlantirish ketmaydi. Dushman qo'shini borgan seri yaqinlashmoqda. Ular otliq va piyoda bo'lib, oralashma holatda davonga yomashmoqda edi. Davon yo'li taxminan 300 metrda keladi. Xo'ja Niyaz hoji namozni o'qib bo'lib, davonga yomishib chiqayotgan dushmanlarga mansitmagan bir qiyofatda nazar tashlab, "Ashu oqtoshdan o'tmaguncha hech kim o'q chiqarmasin," dedi. 25 metrcha tövende cho'qchiyib turgan yerim o'ydak cho'ngluqdagi oqtoshni qo'li bilan ko'rsatib, ondan o'zimu abjil bir yerdan o'rin oldi. Dushmanlar davonga o'rlab chiqmoqda. Taki ular mo'ljal qilingan doira ichiga kirgandilar, Xo'ja Niyaz hoji ot deb buyruq qildi. Marganlar tarosiltib etib, ko'zni yumib etish oralig'ida 20-30 dek dushmanni yer tishlatdi. Dushman sepi buzildi. Orqa sap qalayma-qallashdi. Yaqin ichida kelayotgan dushmanlarga taraf-tarafdan kanoy chelinib, olg'i ilgirlashga komanda beriladi. Ular kanoyga moslashib, sha-sha deb davonga o'zlarini uratdi. Tog'liqlar ko'ziga ilinganni omon qo'ymaydi. Jang qizib ketganda Xo'ja Niyaz hoji o'zini tuta olmaydi. Uning bu mijozini qo'l ostidagilar obdan biladi. Bu qitimmi u o'zini unutgan holda davondan paslab yiliqqa oqtosh tuviga tushib oldida tizilib o'ltirib etishga boshladi. Mirol o'q silib ulgurtadi. U miltiqqa 5 o'qni silib tayyor qilg'ucha Xo'ja Niyaz hoji qo'lidagi miltiqning 5 tal o'qini etib tugatadi. Bir tal o'qni mu zoyi qilmaydi. Pat-pat ha chopsan bo'l deb Mirolni oldiritib etishni davom qiladi. Yerim soatcha davom qilgan bu jang intayin shiddatli bo'ldi. Dushmanlar miltiq va pelomotlardan uzluksiz o'q uzib tog' ichini jaranglatgan bo'lsa-mu, lekin ularning otgan o'qi toshga tegadi. Tog'liqlarning otgan o'qi boshqa tegib, dushmanning 100 ga yaqin odamini nobud qildi. Dushman sepi qalayma-qallashdi. Huduqqan dushman chekinishga majbur bo'ldi. Lekin dushman buning bilan to'xtab qolgani yo'q. Ular iz besib qo'g'lab keladi. Tog'liqlar abjil joylarda dushmanlarni to'sib, oshu taqlidda zarba berib, yana bir tarafdan chekinadi. Ularning yo'li qorliq toqqa yetganda to'silib qoldi. Oldin yurgan qismlar mustaqqa yetganda tog' etaklaridagi xiltang muzliqlardan ot uloqlarni o'tkazish imkoniyati bo'lmaganlikdan 2 odam avatib Xo'ja Niyaz hojiga ahvolni inkos qilgan edi. Dushman hamon qistab kelmoqda. Qanday qilish kerak? Bu amaliy qiyinchilik xuddi mustaqqa o'xshash hamma odamning beshini qotirgan edi.
qanday qilamiz? dedi Mirol beshi qatgan holda. Xo'janiz hoji ancha o'ylanib turmayla, Oq bayroq chiqaringlar, dedi buyruq qilib. Buyruqni anglagan tog'liqlar g'o'dirab oq bayroq chiqarishga norozi bo'lishdi. Lekin hojining mijozi chus bo'lg'achqa hech kim oshkora qarshi chiqishga jur'at qila olmaydi. Xo'janiz hoji boshqalarning norozi bo'layotganligini bilib, tushgan buyruqni kuchaytirish orqali hammani besib tashlamoqchi bo'ldi-da. Mirol, o'zing berib oq bayroq chiqa, deb varqirdi. Mirol gap qilmasdan dushmanni to'sib turayotgan birinchi safga berib bayroq chiqardi. Xo'janiz hoji xabar akelgan ishga odamga burilib, Qurban Niyoz dorug'iga aytinglar, muzni choptirib, ular mangudek yo'l ochsin. Yomon yerlarga kegisilib o'tkizsin. Oq bayroq chiqarib dushmanlar bilan suhbat o'tkazish taktikasini qo'llanib, qo'lga keltirgan vaqt ichida qo'zg'olonchilar Mustaqdan omon eson o'tib, tashqi Mong'oliya chegarasi tarafga ketgan edi. 1932-yili 12-oyning 27-kuni Pichan shahrida boshqacha tong otdi. Bomdodga azon chiqishdan ilgari orqa ishga poy o'q etildi. O'q ovozi sahardagi tiniq havoda dahshatli guldirlab, butun shaharni zilzilaga keltirib, aholilarni uyg'otgan edi. Hamma odam cho'chib atrofga quloq soladi. Oradan 5 minutcha vaqt o'tganda o'q etish yana boshlandi. Bu qitim o'q ovozi uzilmadi. Cho'chib uyg'ongan xalq endi qo'rqishga boshladi. Ya Allah, nim balo bo'lgandi? Urush bu yerga kelib qoldimi nima? Hamma odamning xiyolidan bu majhul savollar o'tadi. Ammo ularga hech kim javob topolmay, tengirqab bir-biriga qarashib qo'yadi. Etishish davom qilmoqda. O'q ovozi borgan sari kuchaymoqda edi. Tong suzilishga boshladi. Qoyoqdandir ot tuyoqlardan ko'tarilgan do'pirlagan ovozlar. Kimlarningdir voron-churonlari anglanadi. Bir otliq kishi etini choptirgan peti mahalla ichiga kirib, Qo'mildan Xo'janiz hoji chiqdi. Musulmon bo'lsanglar, jangga tayyor bo'linglar, deb to'xtamay varqirab o'tib ketdi. U kishi boshqa mahallalardami shunday jar solgan edi. Ha, Xo'janiz hoji chiqibdi-da. Zolimlardan endi qutulgudakmiz. Atsi hamma odam nima uchundir ko'ngli yo'rg'an, vujudiga qandaqdir kuch-quvvat to'plangandek bo'lib ko'chaga chiqishdi. Biri 2, ikkisi 4 bo'lib, ixtiyorsiz holda so'qish bo'layotgan tarafga qarab ketishdi. Parqirab kun chiqdi. Hamma odam Xo'janiz hojini ko'rimiz deb talmiratdi. Bir-biridan surishti qiladi, izdishatdi. Ammo oradan uzun o'tmayla bu ish oydinlashdi. Xo'janiz hoji o'zi chiqmabdi, o'zi o'rnida temir boting bilan mashimingni avatibdi. Darvaqa shu kechsi mashiming bilan temir boting ikkisi 50 otliq odam bilan Pichanga hujum boshlagan edi. Ular Xo'janiz hoji qo'shinni boshlab, qorliq taqqa chekinib ketayotgan vaqtda yo'l ustida qo'shindan ayrilib tog' ichi bilan Pichanga chiqqan. O'zlarini Xo'janiz hoji avatdi deb tonishtirish orqali xalqning himoyasiga ega bo'lib, atsi saharda hujum qo'zg'agan edi. Urush davom qilmoqda. Pichanda turishliq bir polik piyoda askar bilan bir batalyon otliq oqrus askari darvozalarni chang taqib, o'zlarini mudofaa qilmoqda edi. Pichanga Xo'janiz hoji chiqibdi degan bu yorqin xabar chaqmoq tezligida Qoraqo'ja ostona Turpan 90gacha yetgan edi. Oldi bilan oston xalqi qo'zg'olon ko'tirdi. Buning orqadilla 90'liklar qo'zg'olon ko'tirib, 90ni ishg'ol qilgandan keyin Qori shahar Ko'rli tarafga qarab harakatlandi. Shunda qilib 1932-yilining oxiri, 1933-yilining 5 bo'lib, bir oyga yetmagan vaqt ichida Pichan, Turpan, 90 nahiyalari bir tutash qo'zg'olon rayoniga aylandi. Bu ahvoldan xabar topgan Jinchurin qo'milda turayotgan bosh qo'mondan Shengsayga 3 nahiyadagi qo'zg'olonni jiddiy bostirish to'g'risida buyruq tushirdi. Bu buyruq Shengsayning shu kunlardagi muddaosiga dal kelgan edi. Chunki u qumul qo'zg'olonchilarining bir qismini Gansuga, bir qismini tashqi Mong'oliya tarafga o'tkazib etdim. Ular ikkinchi bosh ko'tarib chiqolmaydi. Endi Urumchiga berib hokimiyatni qo'lga elishim kerak deb o'ylaydi. Shuning uchun u qirg'inchilik bilan dang chiqargan Shunfayu brigadasini Pichanga oldin yo'lga soldi. Bu qo'shin chaqmoq tezligida kech-kunduzlab mengib Pichanga kelibla, Mashiminga orqa tarafidan hujum qilib, uni mag'lub qildi.
Tömür Botung shu urushda o'ldi. Mashimin qechib Dig'ayga berib oldi. Shunfayu qo'shuni shaharni saqlab turgan hukumat askarlari bilan birlashib, Pichan nahiyasida 3 kun chop-chop qildi. Mashimingni qo'g'lab ketayotgan Aqrus askarlari Murtuqqa kelganda, Pichango Xo'janiyaz hoji chiqibdi deb anglab ketayotgan 70-80 otliq to'qsonliq puhraga duch keldi va ularning qurolsizligini ko'rib butunlay qirib tashladi. Dal shu kunlarda Turpanda turishliq Maluyjang ostonadagi qo'zg'olonchilarni bostirish uchun askar avatgan edi. Bu xabarni anglagan ostona qo'zg'olonchilari o'zaro maslahatlashib, jazo qo'shiniga qarshi turish qaroriga kelishdi. Bu maslahatda Hamdullah Axunum, Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti, Samat Hoji, Namat Xalpat qatorliq kishilar bor edi. Ular jazo qo'shiniga qarshi turmaslik o'zimizni o'limga tutib berish bilan barobar degan tonishga kelgan edi. Hamdullah Axunum yurt xalqini jangga otlanishga safarbar qilib duo berdi. Shuning bilan butun ostona xalqi o'z ustiga kelayotgan jazo qo'shiniga qarshi kurash qilishga tayyorlandi. Mahmud Muhiti va Samat hojilar qo'lida quroli bor bir turkum fidoilarni uyushtirib, bozorning ichki beshiga o'rinlashdi. Quroli yo'q puhralarmu qo'llariga orkatman elib, eshiklarni mahkam taqab, o'gizlarga yo'shirindi. Tushga yaqin bir vaqtda otliq piyoda bo'lib 100 ga yaqin odamdan tashkillangan jazo qo'shini hayvat bilan yetib keldi. Ular bozor beshiga kelibla osmonga qartib 10-20 pay o'q etavatgandan keyin ondan bozor ichiga kirib keldi. Ularning oldi orqa bozor ko'chasiga kirib bo'lgandan keyin birdila hujum boshlandi. Fidoilar dushmanning oldi orqasidan etib, ko'zni yumib etish orliqida bir muncha dushmanni yer tishlatdi. O'gizlarga yoshiringan kishilar chalma kesaklarni etib, dushman askarlarini zaxmlantirdi va qaymoq turib aloqzoda qilibatdi. G'ingirab qolgan dushmanlar nima qilishini bilmay pishtirab qaytishga urindi. Qutulish mumkin emas edi. Ular xaltiga solinib qolgan edi. Xalq bir cho'qin bilan tayoq to'qmoq, ori gurjaklarni ko'tirib chiqib, urkaltak so'qkaltak qilib, dushman askarlarini butunlay halok qildi. Ulardan faqat 2 askarlar otliq qechib qutuldi. Bu qitimqi jangda 100 taldan ortiq qurol g'animat olgan qo'zg'olonchi ammo ko'zga ko'ringidek kuchli qo'shin bo'lib qolgan edi. Ostona qo'zg'olonchilarining bu shalliq g'albisi atrofdagi yezi kentlarni larziga keltirdi. Qaraxo'ja, Lükchun, Yangi, Murtuq va boshqa kentlarning xalqi go'yo qo'mirilib ketgandek turkum-turkumlab kelib, ularga qo'shilishga boshladi. Qo'zg'olonchi qo'shin kishini hayron qoldirgudek darajada nihoyatda tez ko'payib, odam soni 2000 ga yetdi. 26-bob. Zo'r gavdilik To'mirji Hoji to'gidek cho'ng-cho'ng qadam tashlab, cho'ng darvozadan kirib kelganda, uy ichida o'ltirganlar aynak derazadan ko'rib, azaldan mundaq oldirab mongmaydigan bu odamning bugun oldirab kirib kelishida cho'qim bir gap bor deb turishiga u mehmonxona eshigini jaloqqida echib xush xabar yetkazdi. Ukilarim, xush xabar. Maluyjang avatgan odamdan oran 2 cherik qutulib ketdi. Qolganlarni ostonliklar to'liq yo'qitib, qurol-jarog'larni g'animat olibdi. Barakalloh, barakalloh. Mehmonxonada o'ltirgan Hisomiddin Super, Abduxoliq Uyg'ur, Letib apandi qatorliq kishilar taraf-tarafdan barakalloh aytib, tantana qilishdi. Uy ichini g'alaba tantanasi xushallik qoplagan edi. Hamma odamning chiroyi echilgan. Hayajondan qizargan ko'zlari g'alba nuridan yaltirab ketgan edi. Endi qanday qilish kerak? Dedi To'mirji Hoji qandoqdir bir ishga oldirgandek. Meningcha, ularni Turpanga taklif qilishimiz kerak. Vaqtida xabar qilmasak, ular Pichan tarafga ketib qilishi mumkin. Dedi Hisomiddin Super. Hozirgi sharoitda Pichanga hujum qilish foydasiz. Abduxoliq Uyg'ur so'z elib, Hisomiddin Superning so'zini quvvatlab davom qildi. Pichanda hozir hukumat askari ko'p. Qumul tarafdami birlik askar kelib u yerga o'rinlashdi. Shuning uchun biz kuchni markazlashtirib, Turpan shahrini elishimiz kerak. Undaq bo'lsa, biz bugun kechidala ostona qo'zg'olonchilari xabar yetkazaylik. Xat yozaymi? Yezing. Abduxoliq Uyg'ur xat yozishga kirishdi. Sizlarning bu qitimqi jangda nusrat qushqiningizlarga, qo'lga keltirgan g'animatlaringizlarga barakalloh. Maluyjang qanoti ostiga
cho'jisini besib yotgan Mikiyondek koni shaharda yotdi. Turpan shaharda aran birliyan askar bor. Malujang bizga bergan 30 tal qurol bilan xalq askari tashkil qilib, shahar mudofaasiga yordamlashyapmiz. Sizlar pichanga bormasdan Turpanga kelsangizlar, biz ichidan moslashib, shaharni osonla qo'lga olamiz. Vaqti juma yongan kechasi bo'lsin. Biz kutimiz. Shaharni ilish qiyinga tushmas inshaalloh. Xat yezilib bo'lgandan keyin o'tirida o'qib o'tildi. Bo'pti, maqsad ochiq yezilibdi. Hoji aka, bu xatni o'zingiz yetkazsiz. Puxta, ishonchli odamdan mangtiring. Bo'lgan odam aniq javob akasin. G'am qilmangizlar. Mundaq ishlarning hudisidan chiqadigan har azimatlar bor. Bugunlamaqsin. Bugun kecha ularga xat tagmisi bo'lmaydi. Hozirlamangdi. G'am qilmangizlar dedim-ku. Atiga namoz vaqtigacha javobi keladi. Tömürchi esa Haji o'rnidan qo'liga tayinib turdi. U haqiqatan zo'r gavdalik odam edi. Ikki tarafga chayqilib monganda har qanday kishi bu odam ishga patmay qolamdikin deb o'ylab qoladi. Lekin u xatni hozirlamangdirish uchun apchil mengib ishga taqash mostili chiqib ketdi. Shahar eg'ir uyquda edi. Oy qorong'usida yulduzlar charaqlab yonatdi. Yanvar kechasi qahrdan sovuq so'ngakdan o'tadi. Lekin qo'zg'alonchi ommaning vujudidagi qizg'inlikni har qanday ochiq sovuqmi to'sib qola olmaydi. Shunga bu kecha tong etishdan burun Turpan yangi shahar atrofiga yetib berish buyrug'ini topshirib olgan ostona qo'zg'alonchilari qattiq sovuqqa pisand qilmasdan tun nisbigacha shahar atrofiga kelib bo'lgan edi. Bomdodga azon chiqish bilan tang shaharga hujum boshlandi. Buningdan bexabar hukumat taraf qattiq uyquda edi. Lekin bu ishdan allaqachon xabar topgan Bag'ri, Bo'yluq, Yar, Yemshi, Yarg'ul qatorliq shahar atrofi rayonlaridagi omma uxlamagan edi. Ular o'zligidan pidoi bo'lib tashkillanib, turkum-turkumlab kelib, qo'zg'alonchi qo'shinga qo'shiladi. Buyruqqa binoan hech kim varang-churung qilmaydi. To'plangan necha ming odam xuddi bir odamdek tartiblik edi. Yemshilik 100 dan ortiq otliq pidoini boshlab kelgan Abdusamibay o'zini ma'lum qilish uchun qo'mondonlik shtabga o'zi keldi. U kiribla Hamdulla oxunim Maqsudbaylar bilan ko'rishib, tavazzullik bilan: "Oxunim, biz kechikib qoldik. Bizning Yemshida aholilar bak tarqab bo'lg'achqa, odamlarning oldi-keyni yig'ilib bo'lguncha jiq vaqt ketdi. Hozir kelib bo'ldingizlarmi?" dedi oxunim siliq savol qo'yib. Ondan uningga yer ostidan ma'nlik qarab qo'ydi. U shu topda xeli jiddiy ko'rinadi. Uning turqidan odatdagi kunlardagiga o'xshash boyliqqa emas, balki jiddiy jangga tayyorlik ko'rayotgan oddiy bir pidoi jangchininkidek astoydillik chiqib turadi. Yetib kelganimiz 117 otliq. Hozir qo'limizda 8 tal qora miltiq, 1 tal baldanga, 10 qilishba, qag'illari, tayoq to'qmoq, kenimizda keladiganlar yana bor. Nihoyat yaxshi, dedi oxunim beshini lanishib. Gap ustiga yana ikki odam kirib keldi. Ular Shabdulluqdan kelgan edi. Ularning alpozidan oldirashdek ko'rinadi. Ulardan biri salom beribla so'zlashga boshladi. Bizning Shabdulluqqa Go'chon tarafdan nurg'un askar keldi. Ular yo'g'on terakdan tushibdi. Surishti qilsak, Turpandagi Malujanga yordamlashga kelgan ekan. Jihmo, bizning uy yo'l ustida. Panjirdan qarab o'tirsam, xeli jiq o'tdi. Hammasini piyoda sanab o'ltirdim. Keyinchi adishib qoldim. Anglasak, bir yeng askar deydi-ku. Ular natchiga bilinib tushkun qildi. Xalqlarning o'tin yog'ashlarini qalab. Hamdulla oxunim bilan Maqsudboy ikkisi qanday qilamiz degandek ko'z uchrashtirdi. Bu xabar qo'zg'alonchilarni shaharga hujum qilish planini o'zgartirishga majbur qilgan edi. Oldi bilan ular yo'qotilmasa, Turpandagi hukumat qo'shini kuchayib yelishi cho'qim edi. Shunga boshqalar o'zaro maslahatlashib, oldi bilan Shabdulluqdagi dushmanni yo'qotib, ondan shaharga hujum qilish qaroriga kelishdi. Shabdulluqdagi urush nihoyat shiddatli bo'ldi. Hukumat askarlari o'zini saqlab qolish yuzasidan qattiq mudofaa ko'rib qarshilik ko'rsatdi. Qo'zg'alonchi ammo jonni tikib shiddatli hujum qiladi. Har ikki tarafdan nurg'un odam chiqim bo'ldi. Lekin qo'zg'alonchilardan bir odam chiqim bo'lsa, uning o'rniga necha odam iz bosadi. G'ayrat ruh ustun edi.
Düşman taraf bo'lsa, bir odami o'lsa, biri kemiyib, ruhiy jihatdan tushkunlikka uchraydi. Qo'zg'olonchilar qurol jihatda ojiz bo'lsa-mu, odam kuchi jihatdan dushmandan necha hassa ustun turadi. Ular taraf-tarafdan hujum qilib, oxiri g'alaba qozondi. Mag'lub bo'lgan dushmanlar janggohda yuzlagan sabdoshlarining o'liklarini tashlab, sharmandalarcha qaytishga majbur bo'ldi. Nihoyatda oz qismlar jinini saqlab qilib, Ko'ni shahardagi Ma'lujon qismlariga qo'shildi. Bu urushda 200 taldan ortiq qurol-yarog', bir muncha o'q-dori g'animat elindi. Tug'ilib, sapon qo'liqidan boshqa narsani tutib ko'rmagan dehqon bolalari Shabdulluhdagi urush orqali qurol-yarog', o'q-doriga ega bo'lgandan keyin o'zlarini shir yo'lvozdek botir his qilishdi. Qo'zg'olonchi ammo Shabdulluhdagi jangga ulabla Turpan yangi shaharga hujum boshladi. Ishchidan Hisomiddin Zufar Abduxoliq Uyg'ur boshchiligidagi ommaning moslashishi orqasida shahar osonli fath qilindi. Bu yerda turishliq dushman askarlarining ko'p qismi halok bo'ldi. Nihoyatda oz qismlar qaytib Ko'ni shaharga kirib elib, jinini saqlab qoldi. Turpan yangi shahar rayoni to'liq ishg'ol qilingandan keyin Ko'ni shaharni ishg'ol qilish vazifasi tug'ildi. U yerdagi dushman askarlari xuddi ko'zga qadalgan mixdek hamma odamning ichini pushiratdi. Bu mix yulib tashlansa, Turpan rayoni to'liq ozod qilingan bo'ladi. Bunun uchun Hamdulla Axunum, Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti, Hisomiddin Zufar mashiminglardan tarkib topgan vaqtli qo'mondonlik shtabi tashkil qilindi. Abduxoliq Uyg'ur shtabning maslahatchiligiga ham kotibligiga tayinlandi. Hisomiddin Zufar shahar mudofaa ishlariga mas'ul qilindi. Shtab xizmati to'liq oldirash edi. Qo'shinlarni ratlash, tartibga selish, ko'zatchilarning xabarlarini bo'libmi, Ko'ni shahar atrofiga avatilgan odamlarning ma'lumotlarini anglash, ta'minot masalalarini bartaraf qilish. Bu ishlarning ko'pligida Abduxoliq Uyg'ur kech kirib aliyator vaqti bo'lib qolganligini sezmay qoladi. Hisomiddin Zufar kechilik shahar mudofaa ishlarini ko'zdan kechirib kelish uchun chiqib ketgan edi. Texi qaytib kelgani yo'q. Shoir yezish, sizish bilan band. Hamdulla Axunum uyiga qaytib ketgan. Maqsud Muhiti qandoqdir ishlar to'g'risida muhokama yurgizadi. Shunda qilib, Turpan o'zimizning bo'ldimi? Dedi shoir oxirgi bir xatni yezib tugitib va o'rnidan turdi. U hayajonlangan holda so'zini davomlashtirdi. Bir kun ichida bo'lgan o'zgarish, minglagan qurolli qo'shin, dengizdek shavqullangan ruh, palakni o'rtugidek g'ayrat jasorat, shaharga bo'lgan egilik huquqi, cheksiz xushallarlik ishlar. Nima degan cho'ng o'zgarish bu? Maqsud Muhiti shoirning so'zlarini huzurlanib anglaydi. Shaharni obdalli boshqara oladiganmiz-ku. Hamma ish go'yo bir kun ichida yangi tus elib, ilgirki ko'ngilsizliklar ko'ngillik holatga aylanib, rad kutishgandek bo'lmoqda. Bu nima degan zo'r o'zgarish? Bu bir tarixdan, o'z kuchimiz bilan, o'z qudratimiz bilan yaratgan tarix. O'ylig'i kirgan otning tuyoq ovozi so'zni uzib qo'ydi. Uyga Hisomiddin Zufar kirib keldi. Hamma taraf tinch. Darvozni kuzatayotganlar navbat bilan kuzat qilib ho'shyor turibdi. Odamlarimiz ikki shaharning orliqida xeyli yerlarni aylanib ketdi. U taraflarmi tinch? Dedi u shahar mudofaasi ahvolidan doklad berib. O'ylig'i yana bir otliq kirib keldi. 20 yoshlar chamisidagi bir pidoi uyga kirib, "Urumchi tarafdan bir mashina kelyapti. Sizni kelsin" deydi. deb doklad qildi. Hisomiddin Zufar teg'i o'ltirmagan edi. U shu olla sirtqa chiqib ketdi. Uning orqasidan shoir "Menmu boray" deb chiqdi. Ular g'arbiy darvozaga kelganda shahidlik tarafdagi Ko'ni yo'lda kelayotgan mashina chirig'i tun qorong'usini chaqmoqdek tilib yiqillayotdi. Bir mashina qiladi. Yiqilib kelsin. Agar yolg'iz bo'lsa, shahar ichiga boshlab kirib yig'ishtiramiz. Mashina gurildab kelmoqda. Shahidlikning bu tarafidagi danglarning oldidagi egiz lampalar bilan yepilgan ko'chaga kelganda, lampa ostidagi ko'cha uylar mashina chirig'ining yo'riqida nihoyatda aniq ko'rinib ketdi. Mashina sepil yaqlab qurilgan kalta bozor bilan kelib, sepil darvozasi oldida to'xtadi. Kabinkadan tushgan bir ofitser sepilga qarab, "Darvozni ichinglar!" deb ochiq varqiradi. "Sizlar kim? Nereden keldinglar?"
Sepil ustidan biri xanzucha ravon so'zlab savol qo'ydi. Biz Urumchidan keldik. Ichinglar, chapsan bo'linglar. Ma'lujonga yordam qilg'ili keldik. Cho'ng qism kaynimizda kelyapti. Chapsan ichinglar deyapman. Mashina ustida 10 ga yaqin askar juvug'i purkinib o'ltiradi. Shunga Hisomiddin bilan shoir ishkisi darvozani ochishga buyruq berib, o'zlari O'ymondan tarafga ot choptirib ketdi. Mashina darvozadan kirib, asta surat bilan ichkirilib ketdi. Üstü yepiqliq tar ko'chada mashinaning ovozi texmi o'lik qo'ng'ildab, lampa to'riklarini titirtatdi. Mashina Oqsaroyning oldidan o'tib, cho'ng oshxona tarafga qoyilib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'ymondangning oldiga yetganda taras-turus o'q etildida varanchurun ko'tarildi. O'ymondangda tayyor turgan qo'zg'olonchilar mashina ustidagi cheriklarni 8-5 degicha yig'ishtirib, mashinaga besilgan o'q to'rlarni g'animat oldi. Cho'ng qism rasmiy tong otganda yetib keldi. Ular yangi shaharning qo'zg'olonchilar qo'liga tushib ketganligini bilgandan keyin shahar atrofini o'ylanib berib, Ko'ni shahardagi Ma'lujon qismlariga qo'shilib oldi. Bu to'liq 2 batalyon piyoda askar edi. Ishki kuch birlashgandan keyin atisidan boshlab qo'zg'olonchilarga qarshi hujum qo'zg'adi. Dushman shodisi shodab hujum qilib, shaharning sharqi darvozasiga yaqinlab kelib oldi. Qo'zg'olonchilar sepil ustidan o'q etib qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, dushman cheriklari pisand qilmay, go'yo qo'zg'olonchilarni ko'zga ilmagandek, o'g'rilar, miltiqlarni topshirib taslim bo'linglar deb varqirab hayva qiladi. Ularning mundaq gaplari xo'rliqqa chidamay qo'zg'olon ko'tirgan xalq ommasining jinidan o'tib ketadi. Ular zardisi qaynab titit bo'ladi. Oxir ular taraf-tarafdan talab qo'yib, Hisomiddinka, dushmanlar bilan bir ilishib baqqan bo'lsak, bizni yomon tillab ketyapti. Darvozni ichib bitib, ravrus tutishmoqcha qursoq ko'pigimiz chiqmaydi jumo. deb varqirishadi. Dushmanning hayvisini sundirib, jajisini berib qo'yish paytining yetib kelganligini tushungan Hisomiddin Zufar bir do'kon oldidagi kotning ustiga chiqib, ko'pchilikka so'z qildi. Qarindoshlar, fidoyilar, deb varqirdi u qo'lini egiz ko'tarib. Buloqdek qora ko'zlaridan g'azab o'tlari chaqnab turadi. Dushmanlarga o'zimizni tunutib qo'yish payti keldi. Ularning hayvisini sundirib, siz uchaylarini cho'p tashlashimiz kerak. Chiqimizmi? Chiqimiz. Yuzlagan fidoilar birdek varqirab uning xitobiga ovoz qo'shdi. Darvoza echib etildi. Vujudi gulxan bo'lib yongan 200 odam darvozadan turbidan chiqqan sudek etilib chiqib, dushmanga o'zini urdi. Dushmanlar yomg'irdak o'q yog'dirgan edi. Bir muncha fidoiga o'q tegdi. Fidoilar to'xtab qolgani yo'q. Balki qayg'uni kuchga aylantirib, dushman sepini dastlab chaylab vayron qilibdi. Qoldiq dushmanlar jinni elib kechib, Ko'ni shaharga oron kirib elishdi. Shuningdan keyin Ko'ni shahardagi dushmanlar o'zidan chiqib, qo'zg'olonchilarga hujum qilishga zodi jur'at qilolmadi. Qurbon bo'lganlar dafn qilindi. Bu qayg'uli kunlarda Urumchidan mavzul muhiti avatgan bir parcha xat hamma odamni yana jiddiylashtiribdi. Xatda Turpon qo'zg'olonini bostirish uchun Shidaliyan deb atalgan 10 rota askar ketdi. Obdan kutib elinglar deyilgan edi. Darvaqa, shu kunlarda Turponga odam soni 500 dan ortiq qirg'inchi qo'shin 50-60 tek tarancha harvisiga o'q-dora va jadu besib, Turponlik o'g'rilarni jaduga besib, to'g'rab tashlaymiz deb davron silib, yiqilib kelyotdi. Jenshurun hukumati jaduga besib to'g'rash xalq qo'zg'olonini bostirishning unumli chorasi deb hisoblaydi. Ammo bu chora qo'zg'olonchi omini qo'rqitaligidan yo'q. Balki xalqning g'azabini texmi qo'zg'ab, ularni o'lim, ko'rim deydigan qat'iy niyatga keltirgan edi. G'ayratga kelgan xalq bu qo'shinni yarg'ulda obdan kutib oldi. Ularga ajallik zarba berib, birmi dushmanni qochirib qo'ymasdan taltukis yo'qitib, nurg'un qurol-yarog' o'q-dori g'animat oldi. Shoir bu qaynam ichida bir tarafdan o'zining eng qovul do'sti Hisomiddin Zufardan ayrilib qolganligiga qayg'ursa, yana bir tarafdan qo'lga keltirgan g'alaba va g'animatlardan xushal bo'ladi. U jiddiy vaziyat ichida vaqt ajratib, Muzlidi nomli she'rini yezib chiqqan edi. Muzlidi. So'g' zimiston qahritonda yo'lda davan muzlidi. Potli cherik yo'lga chiqdi bo'ron muzlidi. Qor shivirgan urdi so'qdi,
bo'ldi sarson muzlidi. Lianjiang Yingjiang Jingok bo'ldi vayron muzlidi. Dugdiyib chapan ichida joyi pinhon muzlidi. Jinshurin g'azab bilan harbiga buyruq qiptumish. Turpanliq zivozlarni joduga bostabtumish. Ellik harva dadu rinma jodularni optumish. Bu buyruqning ijrosiga 500 cherik kaptumish. Yavga qarshi so'q kuchaydi. Nech chandan muzlidi. Navsul muhit anglab buni Urumchidan mangdi shu an. Chiqdi chig'dangdan cherik Sayoboda so'qdi bo'ran. Keldi Turpanga xabar cherik oshqunchi davan. Ruslanib qarshi ilishqa chiqdik oldig'i tomon. Tong sahar yorg'ul ara bu harbiy farmon muzlidi. Taqobil turishqi bizda nayza o'rg'oq bor edi. Jallotlarning oldida bizga haqiqat yor edi. Jon tikib otlandi yurt, to'smoq uni bekor edi. 9 rang biri jang degan qadim so'z bor edi. Oldidiq dushmanni biz urdi chashqan muzlidi. Bamdod birla rafiq Hisomiddin bo'ldi shahid. Vakafo bilo shahid deb Rasulum Allohga et. Ahli Turpan hozidor ayrildi o'g'lidan isit. Haqiqatning qurbonisan, Allah nisib qilsin behish. Kungumu bo'ldi musibat, tutuldi osmon muzlidi. Aqargan tang söbeği tushdi qizil qon jilvisi. Ucuqib bo'ldi sho'kan polat cherikning hammasi. Pak-pakiz tushdi qo'lga o'q va miltiq do'risi. Qoldi jon qayg'usida loyi ambal to'ngchisi. Misli kash kuzdi chivindak hal perişan muzlidi. 1933 fevral. Turpan. Turpan koni shahar sepili puxta ham egiz edi. Atrofi xandak bilan o'ralgan bo'lib, xandak bilan qo'shib hisoblaganda egizligi 10 metrdan eshib ketadi. Uning ichida Malujaning bir bergada askari kuchi peti buzilmay turib-o'tadi. Bu qara kuchni yo'qotish navbatdagi muhim vazifa edi. Buni yo'qotmoqcha Turpan to'liq ozod bo'lgan hisoblanmaydi. Qo'zg'olonchilar bir qator tayyorliklarni qilgandan keyin bir kechasi tong saharda hujum boshlamoqchi bo'ldi. Bu jangga hamma odamning g'ayrati yetarlik edi. Ular tong etishdan ilgari qahrdan sovuqqa qaramay shaharni qamal qilib buyruq kutdi. Mahmud Muhiti, Samat hojilar qo'mondonligidagi fidoilar g'arbiy darvozadan, Moshimin Po'lat Tuanjang boshchiligidagi fidoilar sharqi darvozadan hujumga o'tishga tayyor turadi. Azon bilan tang bir poy o'q etildi. Bu hujum signali edi. Dushmanlar sepil ustidan yomg'irdak o'q yog'dirishga boshladi. Qo'zg'olonchilar taraf-tarafdan hujumga o'tib sepilga yiqilishadi. Etishish birer soat davom qildi. O'q ovozi dosh qozonda umoch qaynagandek po'ruqlab qaynaydi. Planda shahar darvozasiga o't qo'yish belgilangan edi. O'tni qanday yiqish masalasi intayin xatarlik ham mushkul vazifa edi. Mahmud Muhiti qo'mondonlik o'rnida urush vaziyatini ko'zitib, darvozaga o't qo'yish vazifasini o'tirg'a qo'yganda, 10 ga yaqin yosh men boraman desa men boraman deb vazifani talishib, barkalla etqudek qizg'inlik ko'rsatdi. Mahmud Muhiti qatorliq boshliqlar fidoilarning bu xil qizg'inligidan hayajonlangan holda ko'zlariga issiq yosh oldi. Abdulla ismli bir yosh vazifani topshirib oldi. U bir tun kirsini ko'tirib berib, apchilik bilan xandakka do'miladi. Qo'zg'olonchilar darvoza atrofidagi sepil to'shiklarga o'zmay o'q etib, Abdullani himoya qildi. Shundaq bo'lsa-mu, dushman askarlari Abdullaga o'q yog'dirib, uning harakatini to'sib turadi. Lekin u payt kutadi. Bunda xavf xatar ostida keladigan paytni pamparosat va g'ayrat jasorat bo'lgandili topqili bo'ladi. Abdulla xeyli uzungacha o'lik sinida jim yetib oldi. Qo'zg'olonchilar unga o'q tegdi deb qayg'urgan bo'lsa, dushman taraf o'ldi deb behudlashdi.
Dal mushu ko'zni yumib etish orliqida qo'lga kelgan qimmatli fursatda Abdullah ikki sakrabla darvoza tuviga berib oldi. Oradan ancha uzun vaqt o'tmayla darvoza charaslab ko'yishga boshladi. Qo'zg'olonchilar xushalliqida cho'qon selishib tantana qilishdi. O't yarim soatcha ko'ygandan keyin darvoza qanotlari sing'argan bo'lib yiqilishga oz qoldi. Shahar ichiga bosib kirguvchi fidoilar taq bo'lib buyruq kutatdi. Dal shu vaqtda sepil darvozasi ustida oq bayroq ko'rindi. Bu bayroq ikki tarafga chayqaladi. Bu taslim bo'lish yoki suhbat o'tkazishning belgisi edi. Etilayotgan o'qlar birdilla xuddi qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandek besildi. Bu tarafdan Mahmud muhiti buyruq berib, bir xodaga oqlatib bog'latib belgi berdi. Ondan chorak soat o'tganda Maluyjon ishqa odamini agashtirib darvozadan chiqib keldi. Maluyjonning ismi Mahfumin, laqami Madaxansa. U egiz bo'yliq, sodda odam edi. U odatdagi chog'larda ko'chaga chiqib, kishilarga orilishib yurardi. Ot taqılayotgan to'mirchi do'konlariga kirib, to'mirchilar bilan chaqchaqlashadi. U aslida cho'chakda turadi. Uni Jinshurun hukumati o'tgan yili, ya'ni 1932-yili yo'tkab kelib, uningga Turpanni mudofaa qilish vazifasini topshirgan edi. U hozir ikki odami bilan o'zi kelmoqda. Bu tarafdan Mahmud muhiti o'tiriga chiqib, uning bilan qizg'in ko'rishdi. Chunki ular ilgirmi tonish edi. Madaxansa bilan Mahmud muhitining bo'ybasti tangdividakli edi. Lekin Madaxansa zilvi egiz. Mahmud muhiti bo'lsa ustixonliq egiz edi. Shu kuni ular bir masjidda suhbat o'tkazdi. Suhbatga Hamdullah Alam Axunum, Maqsud muhiti, Mahmud muhiti, Mashimin, Abduxoliq Uyg'urlar qatnashdi. Jiq muzokiralar orqali masalani tinch yo'l bilan hal qilish to'g'risida kelishim hosil qilindi. Kelishimda Maluyjon taslim bo'lib qurol topshirdi. Qo'zg'olonchi ammo Koni shahar ichiga kirib, qalaymaqon harakatlarda bo'lmaydi. Maluyjon qo'zg'olonchilar sepiga qo'shilib, bir tutash rahbarlikni qabul qiladi deb belgilangan edi.